Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz mana yotibmiz, damni olib. Qismacha beldagi reja bor ekan. Shu davolanib yotibmiz. Sharoitlari yaxshi. Ana Qarshi shahrida palatalari juda zo'r. Yoki osmon ketadi. Mashina qilib yotibmiz do'stlar. Hozir mana sherik keldi. Sharoitlar zo'r, mana boy qilingan. Juda a'lo. Qarshi shaharda xususiy xohlovchilar kelib dam olib, davolanib ketishi mumkin. Mana shunaqa qilib dam olib turish kerak ekan. Dam olib turmasa bo'lmaydi mana shunaqa qilib yotibmizda. Bugun manaki 4-kunimiz. Dam olib xullas kalom do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun. Biz mana yotibmiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.